Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men yetib keldim yana Qulpnay zavodiga. Men sizlarga yana birma-bir qulpnaylarni ko'rsatib, qanaqa holatda, nima bo'lyapti, videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana ko'chatlar tayyor bo'lishi boshlandi, zakazlarni olishni boshladik. Ko'chatlarni kasetaga qanoq qilib yetishtirish, viloyatlarga qanoq qilib chiqarish, hattoki oq qulpnaylargacha hozir sizlarga birma-bir ko'rsataman. Kanalimga obuna bo'ling, bir like bosib qo'ying. Bir narsa aytmoqchiman. Hozirda qulpnaylar qanaqa pishyapti, italyanskiy Aziya sorti, Kleriya sortlarini ko'rsataman. Bular juda ham shirin qulpnay. Hozir videoni bu tomonga olib turgin do'stim, bitta yeb ko'raylik. Nima desam bo'ladi, buni ta'mi borku. Boshda shikoladda ko'rsanglar. Kelib qulpnay ko'chat mana shunaqa dalaga yetishtiradiganlar, ekadiganlar 5-6 gektar olmoqchi bo'lsanglar, bemalol kelib, yeb ko'rib olishinglar mumkin. Qulpnaylar pishib yotdi. May oxirigacha hosil beradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bu parnigimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman Qayiq qishlog'ida yo'li bo'yida joylashgan. Bular men o'z aslida ishchisi bo'laman. Bulardan ko'chat olib, ko'chat viloyatlarga yetishtirib beradigan bo'laman o'zi. Hamma taniydi meni, ko'pchilik. Buni bu tomonni ochib tashalgani sababi, u tomonni ham ko'rsatgan. Nargi tomon bekik, bu tomon ochiq turganni sababi nima desak bo'ladi? Ag'dan parniydagilar pishib bu tomonga qarab kelaveradi. Shuning uchun ustini ochib tashaldi. Hurmatli obunachilar, mana qulpnaylarni men sizlarga hozir yana davom etaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, hech kim chiqib ketib qolmasin. Bedan hozir 3-4 marta terim bo'ldi. O'sha italyanskiy Aziya sortlari mana ekan. Sal yaqinroq olib kelgan do'stim, bir yaqinlashtirib ko'rsataylik. Mana hosildorligi. Bu sal kichkinaroq. Men sizlarga hozir buni endi videoda qanaqa ko'rinar bilmadim, razmerini o'lchab ko'ramiz hozir. Mana shuni olib turib, buni 50 ming so'm pul, mana pulni yarmisini olyapti. Bu kichkina bu. Hozir men sizlarga kattasini ham ko'rsataman. Razmer o'lchash uchun mana hosildorligi. Bular masalan, ertaga indinga sotilib ketsa, mana keyin davom etib pishib kelaveradi. Mana hosillari. Bu ham qizarishni boshlayapti, uning orqasidan mana bolachalar tayyor bo'ladi. Mana ekan. Mana hurmatli obunachilar, mana ekan qulpnaylar. Qani bittasini tishlab ko'raman-da. Do'stim, mana olib bormay turchi. Mana hurmatli obunachilar, вообще shikolat, maza qilib yedim o'zi ham. Buni ta'miga gap bo'lish mumkin emas, bor-ku. Ketdik endi u nargi teplitsaga o'tamiz. Oq qulpnaylarni ham qanaqaligini, qanaqa holatda turibdi, ko'chatlarni, Kleriya sorti qanaqa hosil beryapti, hammasini ko'rsataman hozir parnikka borib. Mana hurmatli obunachilar, videoning davomi. Mana hosildorligi yaxshilab ko'rishinglar mumkin. Mana ekan, qizarib pishib yotibdi. Dala. Tepasini duyga qilib yopilgan. Judayam вообще chiroyli joy. Bu yerga kelgan odam maza qiladi. Mana hosildorligi. Hurmatli obunachilar, videomiz davom etadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga hozir oq qulpnaylargacha ko'rsataman. Yaponiyani oq qulpnay ko'chatlarini ham tayyorlab beramiz sizlar uchun. Viloyatlarga bemalol yetkazib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, qulpnay oladigan akalar, ukalar, ko'chat so'raganlar uchun viloyatlarga bemalol yetkazib beramiz.
Mana hurmatli obunachilar, mana qulpnaylar. Hamma chet elda emas, bizda ham yaxshi qarasa bundan ham zo'r beradi kerak bo'lsa. Dehqon akalarim uchun mana ekan tosh, yerlar tosh mana. Shag'al mana ekan toshlarni qaranglar, shag'al joyiga ekilgan. Mana qulpnaylar. Vobshe chiroyli. Bemalol kelib qulpnay ko'chatlarga zakaz berishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilinglar. 24 soat ishlaymiz. Mana hosildorligi. Sizlarga hurmatli obunachilar, o'tgan safar ham aytganimdek, mana ekan limon ko'chatlarining orasiga qulpnaylar ekilgan. Qulpnay hosildorligini ko'rsatib qo'ygan do'stim, yaqinlashtirib. Shunaqa holatda bo'ladi qulpnaylar. Vobshe chiroyli, go'zal. Bemalol telefon qilishingiz mumkin, zakaz berishingiz mumkin. Kelib yeb ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu yerda Yaponiyaning oq qulpnagi ham bor, mana ekan qo'limda turibdi. Hozir buni ham yeb ko'rsataman videoning oxirroqda. Ichi oq, juda ham shirin qulpnay. Hurmatli obunachilar, mana ekan videolarni ko'ryapsizlar. Bizda hech hali beri qulpnay pishib tugab qolmaydi. Aynan hozir sezon, bundan keyin yana pashta bir 2-2,5 oy davom etadi qulpnaylar pishishiga. Qulpnaylarni ko'rdinglar. Bu tomonni ham olib qo'ygan do'stim. Juda ham chiroyli, mana limonlarning orasiga ham qulpnaylar ekilgan. Hammasi chet ellik. Bizda Charlie Parli yo'q. Italyanskiy Aziya sorti, Kleriya sorti, koreyskiy Sulxyan sorti, Yaponiyaning oq qulpnagi mana ekan bir dona topdim. Ko'pchilik yeb qo'yapti bu qulpnaylar shirinligi uchun. Bu o'zi asli koreyskiy Sulxyandan ham ancha shirin. Men hozir buni videoning oxirida yeyman. O'zi bir dona topdim-da zo'rg'a. Hozir Yaponiyaning oq qulpnaylarni ko'chat qilish boshlandi. Men hozir sizlarga ko'chatlarni qanaqa qilib qilishi, qanaqa holatda yetishtiriladi, hammasini men chiroyli qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana ekan hurmatli obunachilar. Men hozir yaqinroq qilib ko'rsataman sizlarga. Mana limon, kichkina limon hosil berib qopti. O'rtasida qulpnaylar. Ko'rib oldinglar yaxshilab. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilinglar. Bu joyimiz, yana qaytaraman, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman Qayqi yo'lida joylashgan. Bu yerda atirgullar ham bor, geran gullar, kimga kerak bo'lsa, bemalol viloyatlarga yetkazib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ekan, men ko'chatlarni bosishgan, mana qizlar kelib. Hormaylar. Salomat bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Mana ekan, kasetalarga mana shunaqa qilib bosilyapti. Tanopa. 50 talik kaseta ekan. Tagidagi kokos, torf aralashgan. Bu Yaponiyaning oq qulpnagi, mana qo'limda turibdi. Buni yeb ko'ramiz endi. Aniga gap yo'q. Buni ta'miga vobshe gap bo'lish mumkin emas. Charchamayapsizmi? Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, dam olib olinglar. Aka nima savol bo'lsa, mana shu yoqqa javob. Mana shu ko'chatxona bo'ladi. Mana shu to'ladi, xudo xolasa. Endi boshlandi ko'chatlarni qilish. Mana. Davom etiladi. Chiroyli joy, bemalol kelib ko'chatni, qulpnaylarni yeb ko'rib, zakaz qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarga telefon qilinglar, xohlagan paytinglar. O'shandan biz chiqarganmiz. Nechlik? Na, hurmatli obunachilar. Nima desam bo'ladi? To'yib ketdim, qulplan yeyver. Bu shaqni mana terib kelyapman. Men faqat tanlab oldim. Adbornigini o'zim qiziqish uchun. Vobshe shikalant qulpnaylar bor-ku. Do'stim yaqinroq qilib olgan. Mana qulpnaylar. Mana ekan hosil. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Sirrochning pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Shunaqa gaplar. Mana hurmatli obunachilar, videomiz ham qoyasiga yetadi deb qoldim. Podarkaga mana onaxonlarga, singillarga bemalol murojaat qilsanglar,
shunaqa gullarni tayyorlab beramiz. Xudo xolasa bular 15 kun, 20 kun turaveradi. Oh, buni hidiga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Kimga kerak bo'lsa pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Mana. Hurmatli obunachilar, mana ekan Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman qayqi yo'nalishida joylashgan Teplisa, bu yerda ham gul, qulupni, oq qulupni, yoqilg'i juda ham shirin bo'ladi. Hamma biladi. Geran gullar, atir gullar hamma Uchqo'rg'onga ham yaqin ekan, Namanganga ham yaqin, har tomonlama. Viloyatlardan keladiganlar yo bo'lmasam bemalol biror narsa kerak bo'lsa, gul, atir gul, yo bo'lmasam qulupnay ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Men o'zim yetkazib beraman hammanglarga. Kelib o'tirishinglar ham shart emas. Endi Surxondaryo 750 kilometrda, 800 kilometr shunaqa. Men o'zim Surxondaryo, Denov, Samarqand hamma joyga ko'p boramiz. Viloyatga bemalol yetkazib beriladi. Pastdagi telefon raqamlariga telefon qilinglar. Kimga nimadir yoqqan bo'lsa, telefon qilishinglar mumkin. Qulupnayga keladigan bo'lsa, qulupnayda hech qachon muammo yo'q. Bu yerdan katta tonna qulupnay bor. Telefon qilinglar, chet elga olib chiqib ketadiganlar.